Güzel ana. Yazma ve ovozda Nafisa. Ana bo'lgandan boshlab hayotimizda nurg'ulg'an unutilg'isiz daqiqalar yuragimizga mehr bo'lib qolgudek ishlar bo'lib turdi ekan. Analik hayot u boshqa bir hayot ekan. Xuddi ko'nalarning bir ayol kishi dunyoga elib kelgan yangi hayotligi bilan birga qaytadan to'riladi deganidek. Ayol kishi ana bo'lgan shu daqiqadan boshlab uningga yangi bir dunyoning eshigi ochildi ekan. Bu dunyo ajoyibotlikqa, tavakkulchilikka, xiyim xatarga, sonsizlig'an ta'sirlik, muhabbatlik, javr jabboliq, tasvirligisiz go'zallikka to'lgan hikoyalar bilan qurilib chiqqan bo'lib, albatta, mushu hikoyalarni dal ona hayotidagi bosh qahramon uningga ana degan ulug' nomni musharraf qilgan farzand ato qilgan. Bugun mening sizlar bilan yuragimga, hatto butun hayotimga mehr qilib uyib qoldirishni orzulagan mundaq bir hikoyamni o'rtoqlashqim keldi. Shundaq, bu hikoyamni hayotimning ma'nosi suyimlik farzandim qalbimga yezib qoldirgan. Taxminan hafta 10 kunlar burun qizimni o'ynaga ketgan joydan uyga qaytirib ketgili olg'ili bordim. Qizim do'stlari bilan xo'shlashib, mashinaga chiqibla, "Apoy, ko'zingizni yuming, sizga beradigan sovg'atim bor" deb ichiga patqusiz bir xil hayajon bilan menga talmirib qaradi. Men uning talbiga asosan ko'zimni yumib, olqinimni echib uningga sundim. U olqinimga bir nechtal kichik narsalarni qo'yib, "Endi ko'zingizni ochsangiz bo'ladi" degandan keyin uning ruxsati bilan ko'zimni echib qarasam, 4 dona bir-biridan kichik, ammo shu qadar suzuk, shu qadar chiroyli tashlar ekan. Bu tashlarni haqiqatan bak yaxshi ko'rdim. Ammo qizimga rahmat deyishga ulgurmasdilla, qizim hayajonlanib so'zlashga boshladi. Tövəndikləri qızımның şu vaqtda mənə degan sözlərinin az bir qismləri. "Apoy, qarang, sizlə mənə kütülməyən xoşallıq bera alaysiz emas. Mənmi sizga mushundaq sovg'atlik bera alayman. Biroq men texi kichik bo'lganligim uchun sovg'atlik elishga pul yig'ishim uchun vaqt ketadi. Shunga men uzunda bir kichik sovg'at bera alayman. Bilmən, apoy, siz bək cəbba tartdınız. Gerçi siz əzəldən mənə cəbba tartqınınızı bildirmişsinizmi, amma mən sizin həyatınızda qançalik azablarga, cəbbalarga bərdaşlıq bərgininizni çoğ apamdan, dadamdan anlığan. Həm mənmi his qıla alayman. Amma siz daim mənə kölüblə tursiz. Xuddi mening adışımdək mən bilən birlə oynaysiz. Mən bilmən, apoy. Dadam qaşımda bo'lmag'ach, siz mening boshqa bolalarning dada deb chaqirganini anglag'animda, qizimning ko'ngli yerim bo'lib qolmasin deb menga to'xtamay xo'shallik tayyorlaysiz. Menga hamra bo'lasiz, menga to'xtamay har xil narsalarni elib bersiz. Ish qilib men o'ylab bo'lguncha siz ep berib bo'lasiz. Men bilan to'xtamay paranglashib, hamma ko'ngilsizliklarimni birdamda unutildirib etsiz. Hatta ba'zida chaqchaqlarim eshib ketib, sizni jiyli qiladigan gaplarni desammi, akilab tillab qo'ysammi, qaqaqlab kulib ketasiz dahi. Xizmat qilib shunchalik charchab ketgan vaqtingizdami, men sizga uzun gaplarni qilib ketsammi, erib anglag'idek holingiz yo'q vaqtdami, shunchalik savrchanlik bilan gapimni o'zib etmay, oxirigacha to'liq anglaysiz. Men o'ylayman, balkim boshqa apalar bo'lsa, erib ketganda bolasi bunda quruq gapni to'liq kelsa, jiyli bo'lib gapni o'zitishi mumkin deb. Shunga siz rostli dunyodagi eng yaxshi apa, siz dunyodagi eng go'zal apa. Bu so'zlarni qizim ayni vaqtda bo'la degan. Men uning gap qilish usuli bo'yicha uyg'urchalashtirib oldim.
mening uningga his qildirganlarimni menga to'p-to'g'ri yarim soatdan ko'proq so'zladi. Menmi uning shu chuchuk tatliq gaplarini jimjitgina qo'shiq salmay angladim. Albatta, farzandidan bunday gaplarni anglayotgan onaning qanday gap aralashtirishga, gapga qo'shiq solishga ko'ngil qo'yamiz deysiz. Qizimning "Apoy, endi naqsh qo'ysangiz bo'ladi, men qutildab bo'ldim." deb akiligan kulgi ovozini anglagandan keyin andin esimga kelib, ko'zlarimga minnatdorlikqa, ta'sirlanishga to'lgan yoshlarimni aytib o'tib, uning ko'zlariga qarab turib, "Rahmat sizga suyimli qilsam, tatli bolam. Asli bugun ko'nglim sal yerim edi. Ammo siz hozir yuragimni shunchalik ilitivatdingiz. Bilamsiz, endi bilsam, mening burun tortgan shu jafolarimning mukofotiga hayotlik sizni berib ekan. Siz menga berilgan eng katta sovg'atliq. Bugun menga mushu gaplarni deganingizga, men bilan bularni o'rtoqlashganingizga bak rahmat. Siz bu dunyodagi eng go'zal bola. Qalbi shu qadar pokiz, shunchalik mehr muhabbatli bola." deb uni suyib qo'yishimga qizim yana darhalla o'zining maqtanchoqligini chiqarib, undoq erkalashlari bilan "Demisingizmi bilaman, men dunyodagi eng yaxshi bola shu. Lekin unutib qolmang, mendek yaxshi bolani siz beqib cho'ng qilganchimu? Meni siz tarbiyalab cho'ng qilgan, men hammani sizga o'rgangan" dedi. Endi 8 yoshga kirgan bolaning qalbining o'yg'irligiga, tafakkurining ochiqligiga, his tuyg'ularining o'tkirligiga, ifodalashga mohirligiga qarab, bir tarafdan hayronlik ilkida hayotlikqa qayta minnatdorlik bildirib yosh to'ksam, yana bir tarafdan qizimga bo'lgan nurg'un go'zal tilaklarimni qalbimda takror unsiz shivirlaydim. Ko'nalar, agar go'zal makonlarning purqini purab baqmoqchi bo'lsang, farzandingni yetla deb bekorga aytmagan ekan. Farzand u go'zallikda tilda tasvirliksiz, mehribonlikda har qancha muzlab ketgan qalb bo'lsa-mu eritib ta'laydigan, kang qo'rsoqlikda tasavvur qilg'usiz go'zal mavjudlik. Agar hayotlikni bir naqqash desak, sabiy bolalar uning eng go'zal, eng buyuk asr bo'lishi mumkin. Endi men yuqorqi untulg'usiz hikoyamning menga qilgan hadiyasini sizlar bilan cho'nqurlab o'rtoqlashsam. Shu kuni qizimning menga qilgan eng oxirgi so'zi hammadan bek ta'sir qildi. Necha kungacha quloq tuyimdan ketmadi desam bo'ldi. Quloq tuyimda har bir anglanganida ko'z oldimga ixtiyorsizla farzandni cho'ng qilish, tarbiyalash, qatorga qo'yish jarayonida kundan kunga tushkunlashib ketayotgan, umidsizlanib ketayotgan, hatto o'ziga o'sh bo'lib, o'ziga bo'lgan nafratga taslim bo'lib ketayotgan, ona bo'lishdan burun o'ziga qanchalik ishongan bo'lsa, ona bo'lgandan keyin qalbiga mag'lubiyat tuyg'usi shunchalik to'lib ketayotgan sonsiz notavon onalar keldi. Shundoq onalarning qalbini azoblayotgan, qiynayotgan, ularni tushkunlashtirayotgan tuyg'ularni men ma'nomda bir his qila olaman. Mendan maslahat elayotgan ayollar, onalarning qayg'ularidan, hatto qizimni maktabga olg'ili borganda to'sib bo'lg'usiz bir xil kuchli kollektivning energiya maydonidan cho'nqur his qila olaman. Qizimning oxirida xuddi birlar o'gitib qo'ygandek, men o'zimning eng yaxshi bola ekanligimni bilaman, ammo mendek bolani dal siz tarbiyalagan, beqib cho'ng qilgan degan so'zi qanchilg'an yushurun va oshkor haqiqatlarni ichib berganini o'zim his qilaman. Hozirgi jamiyatimizning bilim, iqtisod uchurdek har qaysi jihatlardan shiddat bilan taraqqiy qilishiga ergishib, onalarga qo'yilgan talablarmi eng tez suratda, eng kuchli besim bilan yuqorilayotdi.
Analardan faqat ayollarga xos nazokat, axloq, safa, oilasiga puxta bo'lishni talab qilinmay, yana pul tepish iqtidorining erlardan qilishmaydigan bo'lishi, ijtimoiy aloqaga intayin mahir bo'lishi ham bilim qurilmasining intayin yuqori bo'lishi, hatto bir psixolog bo'lish talab qilinmaydi. Yig'ib aytganda, hozirgi onalar hammaga qodir, hammaga mahir bir iloh bo'lishi kerak. Gerçi bularning hammasi ularning o'zini texmo takomillashtirish uchun ittirgich kuch bo'lsa-mu, biroq yana bir tarafdan aytganda, dal mushu besimlar onalarimizni xo'shalligidan, rahat, ozoda tuyg'ulardan mahrum qilishga turtki bo'layotdi. Chunki agar shu talablarga uyg'un kelmasa, u layoqasiz ona, layoqasiz ayol sanalib qolishi mumkin. Biroq biz eng muhim bir nuqtaga diqqat qilishni unutdik. Hozirgi o'sib yetilayotgan yosh o'smirlarda ko'payib ketayotgan psixikalik to'salg'ular, tashvish, xomushlik kayfiyati yoki kasalliklari zodi nerdan kelyapti? Psixologiyada mundaq bir gap bor. Xomushlik onadan keladi deydigan. Agar onalar bara o'ziga ishonmas bo'lib qolsa, o'zini e'tirof qila olmas, muayyanlashtirolmas bo'lib qolsa, uning psixikasida albatta tashvish, xomushlikdek ruhiy o'sma baxlanishga boshlaydi. Har bir qatimliq farzand tarbiyasidagi mag'lubiyat tuyg'usi uni ozdan yelmab yutishga boshlaydi. Nurg'un kishilar odamni olvosga aylantirib qo'ydigan narsani, ya'ni kontrollikni yutqazadigan narsani kayfiyat deb qaraydi. Biroq amaliyot bo'lsa undaq emas. Odamni haqiqiy olvosga aylantirib qo'ydigani besimdir. Albatta, bu yerdagi besim faqat tashqi besimlarni ko'rsatmaydi. Texmi muhimi ichki besim. Ya'ni bir odamning o'ziga qo'ygan haddidan yuqori talabi, o'zi berayotgan yuqori besimning o'lchimini o'z ichiga oladi. Xuddi purjunni qancha pichab tuvanga bossangiz, u shuncha kuchli peshiga qanqigandek. O'zingizga qilgan besimingiz chekdan eshib ketganda, g'amon partlaysiz, kontrollikni yo'qotib qo'yishga majbur bo'lasiz. Shunga odatda farzandni doktorxonalardan o'tira ig'ir darajadagi xomushlik yoki tashvishli kasallik deb chiqargan bolalar to'g'riliq nima qilarni bilolmay azoblanib mendan psixikalik davolash so'rab kelgan onalar bo'lsa, men nuqul bolalarni emas, ham onani qo'shib davolayman yoki yondashtirib yetaklab manaman. Haqiqatanmi onaning ro'yi oldida o'zgarish bo'lishiga ergishib, boladimi intayin ko'rinarli yaxshilanish bo'ladi. Bu deganlik hargizmi hamma sabab onada deganlik emas. Faqat onaning baxt tuyg'usi, psixik sog'lomligi yushurun va oshkor holda bolaga haqiqatan ta'sir qilib mangdu deganlik. Qisqasi, agar ona o'zini baxtli his qila olmasa, bola o'zini baxtli bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Chunki bola har an, har zaman anaga sodiqdir. Men mushuningdek nurg'ulg'an qarindoshlarni yetaklash jarayonida ajoyib bir haqiqatni qayta muqarrarlashtirdim. To'liq his qildim. Ya'ni onalar ajoyib jasoratlik yoki ularga qahramonlarcha jasoratni dal ona degan nom bergan. Ulardagi bu jasorat xeyli ko'p butun surik erlardimi tepilmaydi. Konalar yo'lboqni yengan botur emas, o'zini yengan botur degan. Balkim yo'lboqni yenganmi boturdi. Biroq o'zini yengish haqiqatan dunyodagi eng mushkul, eng azobli, eng qiyin jarayon. Ammo men mushu qiyin jarayonlarni,
Mushu mislsiz mushkulotni o'z roziligi bilan qabul qilishni xohlaydigan sonsiz onalarni dal farzandim uchun degan shu bir eg'iz oddiy ammo ulug' so'z bilan uchratdim. Bu musofani nurg'unlar bilan birlikda bosdim. Ularning o'zining ro'yitini, bilishini, yushurun va oshkora engini operatsiya qilish jarayonida qanchalik qiynalganini, qanchalik azoblarga bardoshlik berganini o'z ko'zim bilan ko'rdim, shohid bo'ldim. Albatta, men shularning ichidagi biri. Mağma ayni vaqtda mutaxassislardan tortib, sendeki ro'y kasallik bek ig'ir, saqayib bo'lolmaysan degan mushu kasaldan cho'qim o'zimni to'liq saqaytaman degan bu xitob, bu irodani bergini dal ona degan nom edi. Chunki men cho'nqur bilatdim. Agar men to'liq yaxshilanmasam, qizim men tortganni haslab tortishi mumkin edi. Shunga ayni vaqtda o'la tirilishimga qaramay bu jang maydoniga o'zimni artgan edim. Shundoq. Ana degan so'z ulug' bir so'z. Shunga u almisaqdan ko'linib kelgan. Biroq uning ulug'lanishi badaliga unga berilgan mas'uliyat, jabbo, besim, unga qo'yilgan talabmi haddi hisobsiz. Chunki butun dunyoning qarshida mushundaq balani dal uning onasi tarbiyalagan. Shundaq. Ana degan so'zga barliq kuch-qudrat mujassamlanib qolmay, yana uyg'onish degan so'zmi mujassamlangan. Shunga qanchilgan onalar farzandlik bo'lgandan boshlab haqiqiy uyg'onmagan deysiz. Ana buluş qayta törilish, ana buluş haqiqiy uyg'onish. Ammo bu uyg'onishni hayotlik hargiz bizlarni o'zini azoblasin, ayblasin, nuqsonlarini, xatolarni ko'rib tugasin, o'zidan nafratlansin deb hadiya qilgan emas. Gerçi uyg'onish haqiqatan dastlabida o'z xatolarini ko'rish bilan boshlansa-mu, biroq u xatolik bilan o'zini jazolash emas. Balki uni muhabbat bilan o'zgartirishdir. Bu muhabbatdan qabul qilish, mehribon bo'lish, e'tirof qilish va yara eg'izini mehr bilan suyib qo'yishdir. Yaqinqi kunlarda doim shunday o'ylaydigan bo'lib qoldim. Biz insonlar g'alit ekanmiz. Biz azaldan biriga radiya berishdan tortinmaydiganmiz-yu, ammo birovni e'tirof qilishdan o'zimizni tortadiganmiz. Azaldan birsini maqtashdan, bo'libmi eng yaqin suyadigan kishilarimizni madhiyalashdan qo'rqadiganmiz-yu, biroq uningga til, muomala orqali zarba berishdan, hatto hujum qilishdan qo'rqmaydiganmiz. Biz birovga ko'rsatkich barmoqimizni chiqarib, uningga yaxshi bo'lsin dedim degan nom bilan ayib nuqsonlarni ko'rsatishdan, aytishdan aymanmaydiganmiz-yu, biroq sana ilhom bo'lsin uchun deb go'zal taraflardan birini bo'lsa-mu uni ko'rsatish uchun aynak bo'lib berishni xohlamaydiganmiz. Balkim bu insoniyatning odamni eng echindiradigan bir tarafi bo'lsa kerak. Shunga men bir ona bo'lish sifatim bilan chin qalbimdan butun dunyoga iltijo qilaman. Onalarni ko'proq e'tirof qilib ber dunyo. Ular sening e'tirof qilishing bilan o'zini suyishga boshlasin. Onalarni ko'proq muayyanlashtirib ber dunyo. Ular sening muayyanlashtirishing bilan qalbidagi tuyg'ularini qo'rqmay ifodalaydigan bo'lsin. Unutma dunyo, unutma. Shu tuyg'ularning ichida eng ko'pragi muhabbatdir. Onalarni ko'proq maqtab ber dunyo. Ular sening maqtashlaring bilan
o'ziga bo'lgan ishonchisini tepib olsin. Analarni ko'proq bag'ringga bos dunyo. Ishensang, uningga bir tomchi mehr bersang, u sana yaqin daryoga patmoqdek muhabbat beg'ishlaydi. Analarni endi axloq tutquni qilma dunyo. Ular faqat oila, bola uchun yashash bilan ulug'lanavermasin. Shu ulug'lanishning bir o'lishida yana o'zi uchun yashashga yo'l qo'ygan keng qursaqliqing bo'lsin. Analarga buncha vala yuqori talab qo'yma ey dunyo. Unutma, bir farzandga ta'xirsiz kerak bo'layotgani mukammal ona emas. Balki o'zini suyadigan, shartsiz qabul qila oladigan muhabbatlik ona bo'lsa yetarlik. Shundaq. Analar o'zini suysin. Shuning uchun sizlar tarafidan suyulsin, hurmatlansin, azizlansin. Chunki xuddi sizlarning aytganinglardek, ana uyning quyoshi. Faqat mushu quyosh kulganda ondan oilning osmoni yorug' va nurliq bo'ladi. Chunki faqat ona xo'shal bo'lganda ondan bola o'zini baxtli his qila oladi. Shundaq. Analar o'zini hurmatlasin. Shuning uchun ular nuqsonlar bilan qabul qilinsin. Chunki faqat ona o'z nuqsonlarini qo'shib qabul qila olganda, ondan bolami o'zini shartsiz suyishni o'rganadi. Chunki ana o'ziga qanday muomala qilsa, bolasiga bilib bilmay shundaq muomalada bo'ladi. Shundaq. Adiblar dadalarga agar balanga eng yaxshi tarbiyani beray desang, uning onasini butun mehring bilan so'ysang kifoya deb bekorga aytmagan. Bu so'yish faqat og'zimizga so'yish bo'lib qolmasin. Balki kunda ozg'ini bag'ashlash bilan, ikki kalima maqtash bilan, e'tirof qilish bilan, 3 og'iz rahmat so'zi bilan, hurmat, qadrlashlar bilan bo'lsin. Chunki bir kunlar kelib, balalarning o'zini qadrlayolmaganini ko'rguningda, ikkilanmay, balamning onasi qadrlanmagan yoki o'zini qadrlayolmagan desang bo'ladi. Men shuni orzu qilaman. Bir kunlarda onalarimizning ko'zidan o'kinish yoshlari to'kilmay, balki baxt yoshlari to'kilsigan. Vujudidan mag'lubiyat tuyg'usi emas, balki iftixorlik tuyg'usi balqisigan. Go'zal lavlaridan o'zini ayblash so'zlari emas, balki o'zini so'yadigan so'zlar anglansigan. Ruhida tashvish, andishining bixlari ko'klimasdan xotirjamlik va mamnuniyat gullari po'raklab echilsigan. Shundaq, suyimlik analar, hargiz unutmang, har an, har zaman siz eng go'zal ana. Sizni hech kim maqtamasimi, o'zingizni maqtang. Hech kim muoyalashtirmasimi, cho'qim o'zingizni qat'iylik bilan muoyalashtiring. Chunki siz mislsiz jasoratga to'lgan. O'zingizni ayblab, tugishib ketayotgan sizda shu nuqson xatoliklaringizni ko'rish, tunish uchunmi ajoyib o'yga qalb bo'lmaydiganligini, intayin zo'r kuch jasorat ketadiganligini unutmang. Shundaq, siz eng go'zal ana. Bu yozmamni men har bir go'zal onalarimizga bag'ishlayman. Hamda oxirda menga mushu tuyg'ularni baxsh etgan tatli qizim, suyimlik Nafisarimga va uning mushularni his qildirgan o'zimga rahmat aytaman.